Xullas bolalar, men sotuvga qo'ydim. Yunusoboddagi 2 millionlik hovlini 600 mingga bo'lsa ham beraman. Abror aka, axir u uyni tirnoqlab qurgandingiz-ki, har bir g'ishtini o'zingiz tanlagansiz. Bu juda arzon-ku, shunday. Sovg'a bo'lsa bo'lsin Sanjar. Ertaga bu pul qayerdan deb boshlashsa, uydan ham erkinlikdan ham ayrilamiz. Hozircha yo'qotilgan foyda bilan chiqib ketish eng katta yutuq. Kech qolgan odam keyin afsus qiladi. Menga ham o'tgan hafta qiziq xat keldi. Omborxonamning manbasini surishtirishyapti. Buni islohot deyish qiyin. Oldin yo'l ochib berishdi, hammani qarmoqqa ilishdi. Endi esa sekin asta o'zini yeyish bosqichi boshlandi. Men ham kecha chipta oldim. Oilamni Turkiyaga jo'natyapman. Bu yerda tadbirkor endi sog'in sigirga aylandi. Tadbirkor iqtisodning yuragi edi. Yurakni to'xtatib qo'yib, nega qon aylanmayapti deb hayron bo'lishyapti. Eng alam qiladigani ular bizda ahmoq deb o'ylashadi. Ekranda hammasi zo'r deyshadi, pastda esa tizim qon ichyapti. Bizga Krisha bo'lgan akaxonning aytishicha, bizga ham non qoladiganga o'xshamayapti. Chunki bular o'zlarini chetga chiqargan. Pullarini chetdan investitsiya olib kirgandek ko'rsatib, o'z o'g'irlagan noqonuniy pullarini investitsiya sifatida qayta yangi O'zbekistonga kiritib, 4 yillik soliqsiz ishlashni rejalashtirmoqchi ekan. Davlatga soliq to'lamaslikni reja qilishgan. Xabarlaringiz bor, chet eldan kiritilgan investitsiya soliqdan ozod qilinadi. Bu qonunni o'zlari uchun oldindan rejalashtirishgan. Hozirgi davrda iqtisodiyotda olib borayotgan o'z-o'zini yeydigan davlatga tadbirkorlar hech qachon investitsiya olib kirmaydi. Bular hammani aldab, chet eldan investitsiya olib kirdik deb hammani lo'q qilyapti. Iqtisod o'zini o'zi yeyishni boshlasa, oxiri qashshoqlik bo'ladi. Puldor qochadi, xalq esa yana singan tog'ora bilan qoladi. Hozir kim yutadi, bilasizlarmi? Kim birinchi bo'lib hamma narsasini suv tekinga sotib, chegaradan o'tib olsa, o'sha yutadi. Hamam. Bu yerda qolish sekin yonayotgan uyning ichida o'tirish bilan barobar. Uni o'chirishga esa hech kim qo'ymaydi. Bolalar, buni to'g'ri tushuninglar. Bu shunchaki iqtisodiy inqiroz emas, bu katta tozalashning boshlanishi. Boshida fikri bor odamlarni chetga surishdi. Biz esa siyosatga aralashmaymiz, tinchgina biznes qilamiz deb yurdik. To'g'ri aytasiz. Navbat endi bizga tadbirkorlarga keldi. Ular uchun biz emas, mulkimiz kerak. Xuddi shunday. Imkon borida oyoq borligida surish kerak. Bugun kechikkan odam ertaga eshik topolmaydi. Agar hozir ketishga ulgurmasak, ertaga soxta ayblovlar, uzun suroklar, muzdek devorlar kutib turadi. Dahshat. Demak, bu tizim uchun nafaqat fikri bor odam, balki puli bor odam ham dushman ekan. Shuning uchun vaqtni boy bermanglar. Temir panjara ortida nega vaqtida ketmadim deb afsuslanishdan yomoni yo'q. Biz sex quramiz, ishchi boqamiz, soliq to'laymiz. Oxirida esa jinoyatchidek javob beramiz. Mana shu alam qiladi. Men bolalarimga qo'rqmasdan yashaydigan joy kerakligini tushundim. Pul topilar, lekin yo'qolgan yillar qaytmaydi. Men fabrikani yopish haqida o'ylayapman. Ishchilarimga achinaman, lekin o'zimni qutqarmasam ularga ham yordam bera olmayman. Eksport, importda hammasi tiqilib qoldi. Har eshikda bitta qo'l, har qadamda bitta savol. Biznes emas, sinov bo'lib qoldi. Bu balki oxirgi oshimizdir, yigitlar. Qurbaqachalik ham vaqt deyishga izin yo'q joydan burgut bo'lib uchgan ma'qul. Biz chetda ham biznes qilamiz. Lekin bu ketishda 3 yildan keyin bu yurtda faqat qarzdorlar va reshalalar qoladi. Amin. Keyingi choyxonani Istanbulda yoki Dubayda qilarmiz. Bu yerdagi islohotlarga esa toqat qolmadi. Mayli yigitlar, choy sovidi. Endi har kim o'z yo'lini o'ylasin.